Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Water System kuzatuvchilari. Mana bugun biz navbatdagi tayyor obyektimizga yetib kelganmiz. Bu obyektimiz Ohangaron tumani G'ala hududida joylashgan. Bu obyektimiz suv ishlab chiqaradigan sex. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga biz ikki xil filtr qo'yib berganmiz. Birinchi xil filtrimiz 2 tonnali обратный osmos sistemasi. Ikkinchi xil filtrimiz 1 tonnali обратный osmos sistemasi. Ko'rishingiz mumkin. Artezandan suv chiqadi. Artezandan suv chiqqandan keyin birinchi kolonnaga kiradi suvimiz. Birinchi kolonnamizda kvartsiy pesok, ikkinchisi уже aktivirованный уголь, uchinchisi уже ionniy обменный смола, ya'ni katsanit. 4-bosqich уже bu yerda bitta kartrijli filtrimiz bor, paxtali. Undan o'tib keyin membranaga suv kiradi. Membranaga suv kirgandan keyin ichimlik yaroqli bo'ladi. Undan o'tgandan keyin 6-bosqich уже ultrafioletniy sterilizatorga kiradi. Undan keyin уже bakka yig'iladi suvimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga aytib o'tganimdek, bu уже ikkinchi xil filtrimiz. Bu filtrimiz 1 tonnali zavodskoy Xitoyga. Bu faqat ruchnoy golovkali. 2 tonnaligimiz avtomat golovkali edi. Bu ham xuddi shunaqa artezandan suv chiqadi, filtrga kiradi. Birinchisida bunday xuddi shunaqa kvartsiy pesok, ikkinchisida aktivirованный ko'mir turadi, ya'ni uchinchisida ionniy обменный смола, ya'ni katsanit turadi. Bundan o'tib membranaga kiradi suv. Bundan o'tgandan keyin membranadan suv chiqqandan keyin ichimlik yaroqli bo'ladi. Bakteriyalarni o'ldirish maqsadida bunga ham ya'ni qo'shimcha ultrafioletli sterilizator qo'yilgan. Ultrafioletli sterilizatordan o'tgandan keyin suvimiz yomkichga yig'iladi. Bundan qadoqlashga ketadi уже. Kimga shunaqa обратный osmos sistemalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Water Systemga murojaat qiling. Sizlardan ishonch, bizlardan sifat.